Hello everybody. Bugun sizlar bilan IELTS listeningni qanaqa qilib har bitta sectionda to'g'ri analiz qilish orqali 10 dan 10 ta savolga to'g'ri javob topishni o'rganamiz. Faqat bitta narsaga e'tibor beramiz. Bu video bir vaqtda o'zida ham listeningdan 8 ta 9 ta topa olganlarga part 1 da va endi boshlaganlar uchun ham baravar foydali hisoblanadi. Chunki men bu usulni har doim o'zim o'quvchilarimga ishlataman. Yaxshi natija olish uchun doim part 1 birinchi navbatda 100% qilish kerak. Keyin part 2, keyin part 3, keyin part 4 o'tish kerak degan narsa aytaman. Shuning uchun e'tibor bilan kuzatadigan bo'lsanglar, biz bugun sizlar bilan razbor qilamiz. Qanaqa qilib to'g'ri boshlab to'g'ri tugatish kerakki, hamma savolga 100% javob topish uchun. Va qanaqa holatda, misol uchun 9 holderlar, ya'ni asldan listeningdan 9 oladiganlar, qanaqa qilib hammasini to'g'ri topa oladi. Mana shu narsalarga bugun sizlar bilan javob olamiz. Birinchi navbatda analizedan boshlaymiz, chunki bu juda muhim etap hisoblanadi va ko'pchilik e'tibor bermaydigan yoki e'tibor berishi shart bo'lgan narsadan boshlaymiz. Birinchisi bu one word or a number. Yoki bitta so'z yoki bitta son yokida son bilan so'z holatida ishlatilishi kerak bo'ladi. Shu narsani e'tibor berishimiz kerak. Bu bizning eng birinchi va qilishimiz kerak bo'lgan, underline qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim kriteriyadan bittasi. Keyingisi, biz bilishimiz kerak nima haqida gap ketyapti. Ya'ni Early Learning Child Care Center. Ya'ni bu tipi yasliga o'xshagan bolalarga qarab turadigan joyga ota-onasi uni olib kelyapti va birinchi marta ro'yxatdan o'tishyapti. Onaning oti Carol Smith ekan, ya'ni onasi shunaqa ekan. Okay, bu tushunarli. Keyingisi personal details. Mana bu yerdan bizda eng muhim narsa boshlanadi. Birinchi navbatda child's name Kate. Endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Age deganda bitta ko'pchilik sarazo analyze qilayotganda age ni highlight qiladi, keyin number deb yozib ketadi. Kelinglar undan ham yaxshiroq foydasi tegadigan narsa o'rgataman. Tasavvur qilinglar, ota-ona o'zini bolasini child care centerga olib kelyapti. U bola teenager bo'la oladimi? Ya'ni 13 yosh, 14 yosh, 19, 18 yosh bo'la olmaydi, chunki o'ziga qara oladi bemalol. Necha yoshli bola qarov ostida bo'lishi kerak, ya'ni qarovsiz qoldirib bo'lmaydi. Taxmin qilamiz. Men yozaylik. Men odatda yozardim 3, 4 yoki 5 bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Ya'ni men baravar vaqtni o'zida ham analize qilyapman, ham predict qilib kelyapman. Chunki predict qilsam, ko'pchilik o'quvchilarda uchraydigan xato fokusi yo'qolgandan xatoni javob o'tkazib yuboradi. Ya'ni o'zi hammasini eshitadi, hammasini bemalol yoza oladi, lekin fokusi yo'qligidan shunchaki eshita olmaydi. Shu fokusni joyiga qaytarish uchun agar 3, 4, 5 sa, sizda fokusingiz faqatgina listening va mana shu 3, 4, 5 soni orasida bo'ladi. Bittasini o'chirib tasam, undan ham zo'r bo'ladi. Ikkita qoldirgan eng yaxshisi, bitta qoldirsa undan ham ideal bo'ladi. Lekin men bitta narsani aytmoqchimanki, bitta sizlar prediction qilganlarda, taxminan prediction qilinglar. Mayli bu javoblar to'g'ri emas. Zato sizlar fokus qilayotganda 3 yoki 4 mi, yoki boshqa savolmi, yoki so'zmi, yoki sonmi degan narsaga e'tibor berasizlar. Ya'ni sizlar fokusingiz tarqamaydi. To'g'ri topibmanmi yo noto'g'rimi degan o'zingizning ichidagi curiosity bo'ladi. Ana shu curiosity-ni ushlab turish uchun bizga prediction muhim. Keyingisi address. Adres bir bola row turibdi baxtga. Demak, endi adres ham ko'pchilik qiladigan xato, chunki bu yerda aniq spelling bo'ladi. Bu yerda nima bo'ladi? Number plus street name bo'ladi. Street name bo'lganda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, birinchi son keladi, keyin nimadir? Misol uchun O'zbekistonda Toshkentni qanaqa aytiladi? Misol uchun Istiqbol 12, Shahrisabz 38, ya'ni bu yerda ingliziyada bo'lsa aynan IELTSda teskari bo'ladi. 12 Shahrisabz, 48 Istiqbol. Ya'ni xuddi shunaqa holatda keladi. Bu yerda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bu yerda bizga spell qiladi. Sonni aytgandan keyin spell qiladi. Agar spell qilmasdan turib shunchaki so'zni aytib ketsa, misol uchun aytaylik, Canterbury Street desa, biza taxminan yozib olishimiz kerak bo'ladi. Canterbury Street misol uchun yozib oldim. Endi buni yozib olgandan keyin ikkinchi marta spell qiladi. Nimaga? Chunki bu so'z bizga notanish, shuning uchun spell qiladi. Agarda bizga spell qilmay ketadigan bo'lsa, bu odatiy so'zlardan iborat bo'ladi. Ya'ni misol uchun aytaylik, misol uchun main road dedi. Main road qanaqa yozilishini bilamiz, to'g'rimi? Misol uchun aytayotdim, 55 main road desa, ya'ni bizda main odatda bittada aytilgani tushuniladigan va eshitishga, yozishga oson bo'lgani uchun odatda spell qilinmaydi. Shuning uchun har doim ham spell qiladi degan narsani xayoldan chiqarmaylar. Har doim qilmaydi. Bir xillarda qiladi, bir xillarda qilmaydi. Aksariyat holatda qiladi. Bu narsa yodda turish kerak. Shuning uchun bu narsaga e'tibor beringlar. Biz keyingisiga ketdik. Bitta yozib qo'yaman. Qanaqadir number plus name. Okay, next one keyingisi. Phone number bor ekan. Значит, fokus yo'qotmaslik uchun phone number tekshirib o'tiringlar. Men odatda shunaqa qilaman. Bemalol qilsanglar bo'ladi. Nimaga? Chunki siz o'sha listeningdan fokusingiz ketib qolayotganda yana qaytib tushasiz. Ketib qolayotganda yana qaytib tushasiz. Ya'ni shunaqa holat bo'lishi uchun. Shunaqa holatda bo'ladi. Keyingisi child care information, ya'ni bola haqidagi ma'lumot. Qaysi kuni days enrolled. Misol uchun Monday and qanaqadir kun. Odatda chet ellarda Saturday, Sunday dam olish kuni hisoblanadi. Demak bizda qanaqa kunlar qoldi? Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Ham tilvoy bitta kun yozaman, Wednesday deb qo'yaman. Endi qarang. Wednesday deb yozmayman deb.
Agar eshitsam ham with deb ketaman. Chunki Wednesday deyotganda qisqartirmasini yozib ketsam, oxirida menga 20 sekund vaqt beradi. Общий listen tugaganda o'sha paytda shunchaki to'g'rilab yozib olaman. Agar ulgurmay qolsam, agar bemalol ulgursanglar yozurlar, hech kim sizlarga to'sqinlik qilmayapti. Faqatgina shu narsa muhim. Keyingisi start time, ya'ni qachon boshlanishi mumkin? O'zingizlar o'ylanglarchi mana. Ertalab child care centerga onalar olib borish kerak. Nimaga child care centerga boradi? Chunki ular ishlaydi. Ishlashi odatda 9 da yoki 10 da uzog'i boshlanadi. Demak, taxminan nechida bo'lishi mumkin? Endi 7:30 juda ham vaqtli bo'ladi. Men 8 qo'yaman. Ya'ni 8 lar atrofida bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Xo'p, buni eshitamiz va bilamiz. Keyingisi child care group Z. Odatda qanaqadir guruhlar haqida yoki aytaylik jamoalar haqida gapirsa, bizda kala ketadi. Yoki u bilan sizlar farqi yo'q, American British farqi yo'q. Yoki qanaqadir qizuvroq yoki kulgili ham keladi. Misol uchun aytaylik, solnishka, adovanchik degan, misol uchun o'zingizni boqtirishlar ham shunaqa bor. Bitta ham xuddi shu narsa ishlatiladi. Ya'ni kola ketadi. Misol uchun red group bo'lishi mumkin, green group, black group bo'lishi mumkin, blue group bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor beramiz. Men shunchaki qanaqa color yozib qo'ydim. Misol uchun hozir color bo'lsa kerak edi. Agar bo'lmasa ham, misol uchun sizni fokus tushib turadi. Bo'lmasa kan degan narsa xayolga tushadi. Agarda siz hozir bu yerda hech narsa yozmasangiz yoki name deb yozib qo'ysangiz, juda ham prediction specific emas, general bo'lib ketgan bo'ladi. Biz maksimalni predictionni specific qilishimiz kerak. Which meal are required deyapti each day, ya'ni har kuni qanaqa ovqat keladi? Zavtrak, lunch и dinner bo'ladi. Breakfast. Shu holatda qaysi ovqatni yeydi, qaysi ovqatni yemaydi, shunga e'tibor berish kerak deyapti. 3 ta variant bor bizda. Shuning uchun misol uchun break deb qo'yaman. Agar misol uchun qanaqadir noto'g'ri narsa ketib qoladigan bo'lsa, men bilamanki, shu breakfast emas, misol uchun lunchga to'g'rilab qo'yaman. Lunch emas, dinnerga to'g'rilab qo'yaman. Keyingisi medical condition needs. Ya'ni medical condition degani misol uchun medicine bo'lishi mumkin. Nima kerak unga? Kerakli medicine bo'lishi mumkin yoki vitamins bo'lishi mumkin, to'g'ri? Qanaqadir vitamin yetishi mumkin yoki qanaqadir qilib bo'lishi mumkin. Aytaylik, glasses bo'lishi mumkin yoki yana nimadir shunga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. Men uzoq davom ettirmoqchi emasman. Shunchaki taxminiy yozib ketdim. Bu bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ketdi. Ko'pchilik holatda taxmin qilgan narsam juda to'g'ri chiqadi. Bitta manda emas, qanchalik aliz ko'p o'rsanglar, qanchalik sistemasini o'rganib olgan bo'lsanglar, sizlar ham xuddi shunaqa chiqish boshlaydi. Gap, misol uchun sizlarni bittada 100% to'g'ri qilishinglar emas, ko'proq praktis qilishinglar va ko'proq analiz qilishinglar. Chunki bir kunda 10 marta praktis qilganlar bilan bir kunda bir marta praktis qilib, o'shani to'g'ri analiz qilsangiz, mana shu narsa sizga 10 marta praktis qilgandan ko'ra 1000 marta yordam tegadi. Hamma o'qituvchilar shuni gapiradi. O'zingizdan o'qituvchilardan so'rasanglar bo'ladi. Mani gapimni tasdiqlashadi. Analiz qilmasdan siz praktis qilar ekansiz, siz hech qachon o'smaysiz. Faqatgina o'zingizni baringizni ushlab turish bilan shug'ullanayotgan bo'lasiz. Agar u tushib ketmasa yana, shuni ham bor. Keyingisi emergency contact, ya'ni emergency contact deganiki Jenny, ya'ni mabodo oy solib qola olmasam, misol uchun bu yerda bor edi, bizda Carol bor edi. Carol xolamizni ola olmasalar, Jennyga telefon qilish kerak ekan. Jennyni nima bu yerda turibdi? Zachma yozib qo'yamiz, surname. Surname bo'lishi kerak, chunki bu yerda Jenny full name turibdi, telefon nomeri bor. Keyingisi relationship to child deyapti. Misol uchun aytib ketadi, Jenny deyapti, odatda qiz bola. Значит, kim bo'lishi mumkin? Yoki grandmom bo'lishi mumkin, yoki aunt bo'lishi mumkin. Endi uncle bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun aunt yozib turaman. Mabodo agar boshqacha bo'lsa to'g'rilab olamiz. Keyingisi will pay each. Ya'ni bu yerda payment haqida so'rayapti. Qancha to'laydi demayapti, how much demayapti yoki payment yoki price demayapti. Will pay each deyapti. Each degani har degani. Misol uchun each week bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Yoki each month bo'lishi mumkin. Xo'p. Ichmons bo'lishi mumkin yoki aytaylik yana nimadir bo'lishi mumkin. Faqat shu narsa taxminan bo'ladi. Endi qaranglar, bitta narsaga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, men faqatgina predikt qilib chiqdim va predikt qilgandan keyin eng muhim joylarini highlight qilsam bo'ldi, yetadi menga. Chunki menga hamma so'zlarni highlight qilishim muhim emas. Misol uchun adres deganda bu yerda o'zi adres o'zi turibdi. Buni highlight qilib o'tirish shart emas, chunki shunda ham undan keyin yozishlik kerak bo'lgan narsa aniq. Shuning uchun qilish shart emas. Ya'ni qancha ko'p highlight qilsanglar bir tarafdan sizlarni e'tiborlarni ham chaqatadi. Shuning uchun men maslahat berardimki, kerak narsani qilinglar, bo'ldi. Kerak emas narsaga umuman shart emas. Kellar endi listeningni bitta eshitish boshlaymiz. Bizga hozir listen from now dan boshlaymiz. Okay. Good morning. Welcome to the Early Learning Childcare Centre. How may I help you? Hi, I spoke to you last week about enrolling my daughter for next year. Oh, yes. I'll just get some details from you. So, you're her mother? That's right. And can I have your name? It's Carol. Carol Smith. I spoke to you last week about enrolling my daughter for next year. Carol Smith. And your daughter's name? It's Kate. Now,
We have several groups at the centre and we cater for Yana bitta zo'r life hack. Agar o'sha ma'lumotni aytib bo'lgan bo'lsa, siz highlight qilib ketib, o'tib ketsangiz, sizni o'sha hayot u yoqqa chag'maydi. Juda zo'r ishlaydi. children from 3 to 5 years old. Shundan How old paytgacha. is your daughter? She's 3 now, but she turns 4 next month. I'll put 4 down because that's how old she'll be when she starts. Okay, part 1, part 2 da va part 4 da juda ham ko'p distractiondan foydalanadi IELTS listeningda berilayotganda. Shuning uchun bitta narsa e'tibor beringlar. Sizlarni chaqiradi. Bitta narsa e'tibor beringlar. Age deyapti. Hozir necha yosh ekan? 3 yosh. Lekin keyingi o'sha yaqinda dedi, oy dedi, keyingi oy dedi, adashmasam. Mana. Or next month. I'll put 4 down. Keyingi oy 4 ga o'tib turadi dedi, lekin oyni aytgani bu yerda muhim rol o'ynamayapti. Bu yerda aytyapti mana okey borku, bratan nima deyapti? But she turns 4 next month. I'll put 4 down because that's how old she'll be when she starts. Ana, when she starts, how should be deyapti. Ya'ni mana shuncha bo'lar ekan boshlayotgan deyapti. Значит, shu bilan for qilsanglar bo'ladi. E'tibor bo'lmaysizlar gapirishimga, ozgincha shamollaganman, lekin shunda ham sizlarga foydali bo'lsin, dars qo'yaman. Подписка qilish uchun like, obuna bo'lsa esdan chiqarmanglar. Обязательно obuna bo'linglar. Agar ko'p obuna bo'lsanglar, ko'p prosmotr bo'lsa, men maza qilib yana dars o'taman. Xo'p, okay, davom etamiz. Fine. She's so excited about her birthday and coming to the centre. Oh, that's good to hear. Qaranglar, spelling And what's your address? It's 46 Wombat Road. That's WOMBAT. Woodside 4032. And Ko'rdinglarmi? Aytayotgan paytida nima eshitsam yozib oldim. Birinchi N deb yozdim, chunki menga N eshitildi, keyin o'zi aytdi. WOMBAT dedi. Shundan keyin to'g'rilab ketdim xolosam. Ya'ni xuddi shunaqa qilishlik kerak sizlar. Ko'pchilik nima qiladi? Voy, hospitalga o'tib eshitib oladi. Keyin yozayotgani esdan chiqib qoladi. Bunaqa qilmanglar. Yozib olinglar, keyin o'shani tekshirsanglar, вообще мощный ketadi spelling. Umuman xato qilmaysizlar. Даже phone number ham shunaqa. Endi phone number oldida aytmaydi, lekin spellingda zo'r ishlaydi bu texnika. what's the phone number? Oh, Tekshiramiz. it's 3345 9865. So, have you decided on the days you would like to bring your daughter here? I'd prefer Monday and Wednesday if possible. Mana men I'll topamiz. check. Monday's fine, but I think the centre is already full for Wednesday. Wednesday emas ekan. Yes. Sorry, it seems to be a very popular day. We can offer you a Thursday or a Friday as well. Oh dear. I suppose Thursday would be all right because she has swimming on Friday. Okay, got that. Okay. There's a lot of parents' work. We E'tibor berdinglarmi? O'zi variantni olib tashadi. Wednesday dedi boshda, keyin Wednesday olib tashadi. It's full dedi. Keyin aytdi. Thursday bilan Friday bera olaman dedi. Olib aytdi, menimcha Thursday zo'r bo'ladi. Nimaga? Chunki Fridayda swimming bor dedi. Ko'pchilik mana paytda fokus yo'qotadi. Friday itku deb yozib qo'yadi. Yoki Wednesday, Thursday, Friday itku qaysini yozaman deb shokka tushadi. Shokka tushgandan keyin o'sha start time o'tib ketadi. Chunki o'sha o'ylab o'tiribdi qaysini yozing deb. Shuning uchun ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, fokus maksimaldan foydalanish uchun men javob yozib, delete qilib boshqatdan yozaman. Yozaman, delete qilib yozaman. Ya'ni fokus shunaqa aktiv bo'linglarki, fokus faqat ichida bo'lsin. Listeningda ko'pchilik o'quvchilar qanaqa xato qiladi? Hozir shuni xato qilib qo'ysa, nechalar ekanman? Listening eshitib bo'lgandan keyin nechalar ekanman deydi. Unaqa narsa umuman kerak emas. Faqat bosinglar, ishlaylar. Shunda nima bo'ldi bizda? Thursday bo'ldi. Nimaga Thursday? Chunki Friday kuni opani bolalarini swimming bor ekan. do offer flexible start and finish times. We're open from 7:30 in the morning until 6 o'clock at night. 7:30 dan 6 o'clock at night degani bu sizlarga javob emas, start time emas. Biz start time so'rayapti, to'g'rimi? Internetga e'tibor beringlar. Nima haqida gapirdi? Opa qachon olib keladilar? What time would you like your daughter to start? Mana. I need to get to work in this Bu start time ish o'sha ochiladigan joy emas. Qizini qachon boshlashini xohladi. Pay attention. city by 9, so I'll drop her off at 8:30. You're pretty close to the city here, so Mana xolasizlar orqaga qilib eshitib bo'ladi. 9da ishim boshlanadi dedi opachani. Значит 9da ishim boshlanadi deganda men tushundimki, что yo'q 8:30. I 8:30 da olib kelib tashlayman. It's okay for me dedi mana. that should give me plenty of time to eat. You're pretty close to the city here, so that should give me plenty of time to get there. In the city by 9, so I'll drop her off at 8:30. 8:30. I drop Close off to the her city dedi. here, so that should give me plenty of time to get there. That's fine. Now, we also need to decide which group she'll be in. We have 2 different groups and they're divided up according to age. There's the green group, which is for 3 to 4-year-olds, and then there's the red group, which is for 4 to 5-year-olds. She's quite mature for her age. Mana mana shu juda ham zo'r keyword beryapti, qaranglar.
odatda partuvonni nimasini yaxshi ko'raman? Nimaga har doim zo'r bemalol topib beradi? Chunki o'zi javob etishdan oldin har doim prediction beradi opalarni o'zi yoki o'sha gapirayotgandagi prosesda. Mana qaranglar, 3-4 dedi anaqa uchun nima deydi? Green group uchun dedi, red uchun dedi, 4-5 dedi. Hozir shuni o'zida aytibdi mana bitta so'zini eshitiraman sizlarga, qaysi javob to'g'riligini sizlar o'zi topib olasizlar. She's quite mature for her age and she's quite mature for her age deyapti. Ya'ni quite mature degani yetarlicha balog'atga yetgan degani. Yetarlicha balog'atga yetgan degandan kattaroq guruhga tashlaydimi opa yoki kichikroq guruhga? Tabiiy ravishda kattaroq guruhga tashlaydi. Shuning uchun red bo'ldi. Ataydan red yozib olib eshitamiz. already write her name and read a little. In the red group, and we can always change her to the green one if there are any problems. Sounds fine. Okay, let's move on to meals. We can provide breakfast, lunch, and dinner. As she's finishing pretty early, she won't need dinner. Will you give her breakfast before she comes? Yes, Shalom. Mana, will you give her breakfast before she comes dedi. Ya'ni kelishuvni breakfast bilasan? Ha dedi, bo'ldi, breakfast chiqib ketdi. Bizda lunch bilan dinner qoldi, eshitamiz. She need lunch. She only need lunch dedi. Bo'ldi shu. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Does she have any medical conditions we need to know about? Does she have asthma or any hearing problems, for example? No, but she does need to wear glasses. Oh, I'll make a note of that. Yeah, she's pretty good about wearing them. She can't see much with it. Mana, wear glasses deyapti. Xon endi shaytda qaysin tanlayman? Wear glasses o'zi tepaga chiqargan bo'lsa one word or a number deyapti. Bizda bittasini qoldirib qo'ydik. Wear qila olmaymiz chunki wear beta function synonym bo'lib ketyapti needs ga. Shuning uchun bizga glasses qoladi. She needs glasses, she wears glasses. Ya'ni bir-biriga mantiqan jihatdan, logik jihatdan to'g'ri kelyapti. Shuning uchun glasses qoldiramiz. Yaxshi chatmasdan ketyapti. Okay. Now, we also need emergency contact details. So what sort of information do you need? Just the name and number of a friend or family member we can contact in case we can't get hold of you at any time. Okay. That'd better be my sister, Jenny Ball. Uh-huh. That's B-A-L-L. Oh, her phone number is 3. Mana bu yerda futbolga qiziqishim yordam ber. Jenny Ball deyapti. Ballni qanaqa yozish mumkin? Men koptor yozaman. Odatda ismlar agar mana deydi, atletdan sizlarni qiynash qolasa, kulgiliroq beradi. Ya'ni Jenny Ball, Jenny Koptok. Bundoq qarasa, ko'rdinglar yozib oldim, keyin sразу tekshirdim, to'g'ri chiqdi. To есть shunaqa holatda qilishingiz kerak spellingni. 3467523. Right. So she is the child's aunt? Yes, that's right. Bitta narsa aytaman, juda zo'r spoiler berib ketdim men yerda, qaranglar. Даже Jenny Balldan oldin, 8-savoldan oldin 9-javobini aytdi, qaranglar eshitdinglar. A-double-L. Her phone number. A family member we can contact in case we can't get hold of you at any time. Okay. That'd better be my sister. That would be better my sister deyapti. Singlimi yoki opami deyapti. Opasi yoki singlisi. Mana tasavvur qiling, sizning oyingizlar bor. Oyingizlarning opalari yoki singillari kim bo'ladi sizga? Aunt bo'ladi. Uje aytib bo'ldi javobini ko'rasizlar. Aunt deb yozish kerak. Ko'pchilik shu yerda eshitadi, sister deb qo'yadi. Yo'q. Bolani opasi yoki singlisi emas. Jen anaqaniki mayli. Carolniki. Shuning uchun bitta hozir aunt deb aytishi uje aniq edi mana. Jenny Ball. Uh-huh. That's B-A-L-L. Her phone number is 33467523. Great. So she is the child's aunt? Yes, that's right. Make a note of that as well. Now, is there anything you'd like to ask? What about payment? How much are the fees each term? Well, for 2 days and the hours you've chosen, that will be $450 altogether. Okay. And do I have to pay that now? No. We send out invoices once the children start at the centre. You can choose to pay at the end of each term, or we do offer a slightly discounted rate if you pay every month. Oh, I'll do that then. I find it easier to budget that way, and I'm not used to the term dates just yet. Good. E'tiborli javobini yaramas. Bitta narsa e'tibor beringlar, nima deyapti? Each term yoki months deyapti. Keyin aytdi. Agar xohlasangizda biz sizga discount beramiz dedi. Discount har oy to'lasangiz dedi. Sizga chegirma qilib berishimiz mumkin desa, opa aytdiki, meni budjetim yetadi, eplay olaman dedi. Bu degani eplay olaman degani every month ga to'g'rilab qo'ydi javobini. Eshitib olinglar yana. You can choose to pay at the end of each term, or we do offer a slightly discounted rate if you pay every month. Every month. Oh, I'll do that then.
I find it easier to budget that way, and I'm Find it not easy to used to the budget. term dates just yet. I'm not used to term days deb termni olib tashlayapti, ko'rasizlarmi? 4 marta tasdiq beryapti o'zi. Necha marta kerak yana sizlarga? Bo'ldi, shu bosasizlar. Xuddi shunaqa qiladi, bo'ldi. Submit qilasizlar, bo'ldi. Hammasi to'g'ri 100% chiqadi. Hech qanaqa problema qilmaydi. Biraz e'tibor beringlar. Balkim kimdir o'ylashi mumkin, oldindan qilib olgan shuning uchun ko'rsatyapti. Yo'q. Gap oldindan qilib yoki boshqa narsa emas. Juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Xuddi shu narsani qilib ko'ringlar. Xolisinglar, hozir o'tirib qilinglar. Aynan section 1 ni yuqori natijaga olib chiqish uchun hozir kerak bo'lgan narsa. Yoqqan bo'lsa like, obuna bo'lishni unutmanglar. Mani kuzatishda davom etinglar. Kommentariyani bomba qilib yondirib tashlanglar. Men shundan ko'rib yana ko'proq dars qo'yishni o'zim juda ham xohlayman. Meni xursand qiladi ayni aytgan narsalar. Va yana bitta zo'r narsa, transkriptdan tekshirib olinglar. Javoblarni qanchalik to'g'ri mos tushyapti. Mana shunda sizlarda idealniy analiz bo'ladi. Mazza qilib qilasizlar shunda listeningni. Bilaman, bir xillarda charchab qolasizlar. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Ichinglarga omad. Alsi tayyorlanishda davom etinglar, okay?